Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz Chorva foyda kanal obunachilar, Chorva ishqibozlari, kanalimizning obunachilari, akalar, ukalar. 2026-yil 11-mart Andijon viloyati Marhamat tumani Deqqon akamizning xonadonidamiz akalar. Sizlar uchun akalar 2 dona bo'g'oz sigirimiz bor, yaqin. O'ta sutdor, xullas hamma joyda sigirlar. Hozir akalar xulosa egasi akamiz keladi, ma'lumotlarni berib o'tadi o'zlari. Ikki bosh bo'g'ozlarimiz bor, ma'lumotlarni eshitamiz akalar, xudo xolasa. Akalar, Deqqon akamizning o'zidan ma'lumotni olamiz. Birinchi sigirimiz bo'g'oz. Bo'ylari akalar 1.25 atrofida. Xo'p, Ravon aka, necha oylik aka molimiz? 8 oydan o'tdi. 12-15 kunlik qoldi. 8 oydan o'tdi, 10 kun 15 kunlik qoldi. Yoshi buni, yoshi qanaqa? Yoshlik 3-sinf to'g'ri. Tishini shunday ochaylik iloji bo'lsa agar. Seni ochadimanda. Yo'q, baquvvatmi o'ta? Baquvvat emas, qo'lim nimada? Ha, qo'l chatani. Hal qilaylik, mana shu obunachilar uchun aka. Shikalat akalar bo'ldi mana. Uchinchisiga bo'g'ozmi hozir aka? Uchinchisiga. Yuvoshligi yuvosh, ha? Mana hamma joyida. Mana Arqadan ham sog'uradi, xudo xolasa. akalar, idish topibdi molimiz. Agar iloji bo'lsa bitta ertalab beramiz, qisqa qilib. Kichkina qilib. Qani, bismillah. Akalar, idish topib olgan. 20 kun 1 oylik qolibdi buni, xudo xolasa, uzoq bilan, ha? Akalar, molni korobkalari o'ta kuchli. Hozir oyoq qo'lini ko'rib qo'yamiz. Mana qilib ertalab bersa bo'ladi aka, hozir. Oyoq qo'li sog'lom, yashil-pashil unaqa narsa yo'q akalar. Idish topib olgan molimiz. Xudo xolasa akalar. O'zimizga yaqin akamiz, qadrdonimiz, mahallamiz bo'ladi. Yaxshi inson. Olgan odam xudo baraka topadi akalar. Xo'p. Eng qiziq joyi borda aka, narxi. Rahmat. Akalar, Deqqon akamizga tortishib qoldik narx borasida. 35 dan keladi o'da akalar, 30 ga tushirdik. Akam bolasi yurib. Xo'p. 35 ga ketamiz deyapti. Endi men tushuntiryapman o'zim akalar. Obunachilarimiz uchun tortishib, talashib, xullas kalom harakat qildik. 30 millionga tushirib qo'ydim akalar. U yog'ini yana savdo qilaverasizlar. 30 million jichi kami bor. Telefon nomeri aytaman alohida mana shunga. 91lik 175 77 07. Yana yozib qo'yaman. Mobodo video ko'rayotgan mahallalik nomerichi deganlarga. Xo'p, akalar, birinchi molimiz mana shu mol edi mana. Hamma yo'q kelishgan, o'ta yuvosh, tag solib qo'ygan ekan, yelinlari chiroyli ekan akalar. Xudo xolasa 20 kun deyapti Deqqon akamiz. Bo'ylari aytdim, 1.25 ga boradi, 1.20 plyusga olasizlar. Yapalaq chiroyli mol. Mashalloh, izi sopopdimi? Yaqin yetuk bo'g'oz so'rayotgan akalarimiz bo'lsa, akalar aloqaga chiqib o'ylar mana mol. Kimga vaqt kelayotgan bo'lsa akalar bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, akalar, ikkinchi molimiz endi. Juda chiroyli gigant olgan bu. Bu Estonlardanmi deyman aka? Estonlardan akalar, xudo xolasa bir 20 tadan ko'p bersa kerak bu tug'sa. Qanchasi beradi aka bu tug'sa? 20 taga olsa olsa 20 ta beradi, xudo xolasa. 20 ta? Akalar, 20 ta sut beradi tug'sa deyapti akamiz. Yoshchi aka, buni yoshi qanaqa? Yosh quloq 4-sinf to'g'ri, xudo xolasa. 4-sinf to'g'ri-da? Ochib ko'ring aka mana jonivorni. Mashalloh. Akalar, mol ko'rinmay kirgan ichkarida bor-ku. Katta narsa ekan bor-ku. Og'aylar. Bir ikki qadam tashlab qo'ysin aka, xaltasini ko'rib qo'ysin, xaltasini. Bir ikki qadam, ikki qadam. Akalar, ishona o'ylar. Sutni haqiqatan beradimi? Tashlaka bular necha qo'ygan? Chiqib ketaman deyapti-yu. Xo'p, akalar, nihoyatda katta. Bolani ham yorib yuborsa kerak bu, xudo xolasa. Idish qarang, idish oq yelan. Akalar, xudo xolasa, boqalaman. Menga manaqa bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deganlar akalar, mana shu molni mana olsan. Aka, bitta balat tishni ochib bersa bo'lmaydi bu molni. Tishi qiziq bo'lib qoladi bu ko'pchilikka. Qayergadir bayram o'rikkanmi? Akalar, mol o'ta baquvvat. O'ta baquvvat. Tok jon. Tok. Kalalari o'ta chiroyli ekan ama. Bu mol tishi bosmaganligi aniq-u, hali ko'pchilikka tishi qiziqda. Mana qarang, jonivor akalar. Bunaqa mollarni faqat Chorva foyda kanalidan topasizlar akalar. Shuning uchun akalar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani? Jonivor. Teta qiynamaymiz seni. Chichi. Ochmasak bo'lmaydi aka. Qiynab yurib bo'lsa ochaylik. Qashlab bundan nima qiling, qashlaydi. Tok jonivor. Yaxshisi shunday kerak.
chiqmaydi. Ikki kishilar shu evlashganlardagi bular mol o'ta baquvvat ekanda. Akkamshalar. Hop, bitta qo'llarini sekin ochib qo'yamiz. To'xtatib mana o'zim ochib qo'yaman. Akalar, mol 6 kilo ekan. 8-7 chiqyapti akalar. Mol yosh edi ekan. Meni kechirasan molim. Men seni chekatib o'ylabman-da. Hop, akalar, mol o'ta yosh ekan. Haqiqatdan mol zo'r ekan. Tishlari zo'r ekan, ko'z tegmasin. Jonivor. Bo'ylari ham katta buni. O'lchanmaganda 1.30 ga beraveradingmi? bo'ladi. Akalar, bo'ylari 1.30. Ha, yonida turchi. Ha? 1.30 akalar molni bo'yi. Omma bolalar ham kichkina bolalar emas, ham aytib qo'yaman. Olib turgan bolalar. 1.80 ni balandida bo'ylari. Ustakamizdan mana dekorakamizdan 1.80 dan bilasizmi, Ravon aka? 1.82, 83 da bo'ylari. Chunki men o'zim 88 manda bo'yim. Akalar, mol. So'raganlar bormi manaqa? Deganlar katta mol qo'ymayapti deganlar bo'lsa mana bitta ko'rib qo'yasizlar. Xo'p, endi buni puli ham qiziq akalar. Bunga endi puliga men tartishimman, o'zlaring bilib qo'yaverasizlar akalar. Chunki bu mol ichkanaroq olgan, kattaroq olgan. Oma akam qachon tug'adi bu eng qizig'i? Bu ham 20 kun. Bular o'zi nima sotilyapti aka? Nima sotilayotgan sababi nima? Pul kerakmi? Yo'q. Uzog'i 1 oy. Uzog'i 1 oy tug'adi. Pul kerak. Hamma joy-joyida bozorga chiqmagan mollar. Bozorga chiqqan yo'q. Yo'q. Bozor tugul ko'chaga ham chiqmagan. Ko'chaga ham chiqmagan. Hop. Uylamas joyida turibdi. Akalar, anaqasidan so'raganlar bormidi? Bir joyda turganidan so'raganlar bormidi? Aloqaga chiqaverasizlar. Ashi gap 91lik 175 7707. Puli qiziq. Emas, bular hech pulga sotsak bo'ladi axir. Biz buni Men to'g'risi sizlar tomon bo'lalayman, men obunachi tomon bo'laman. Shuncha pulga deyapman. saytadi. Bu uchun uzmasdan aytavertirsa o'zi, men narxini bilmas. Endi menda bo'lsa to'g'risi buni Hech pul sotasa o'zing olib tursan-ku. to'g'rab turishga majburman akalar. Akalar 45 kam bor deb qo'yaver endi. 45 million kami bor deyishyapti. Men bunga tortishimman deb qo'ydim. Tortishmayapman. 40 qo'ysam ekan demoqchi edim men to'g'risi. 40 qo'ymasam ekan desam, sut o'ta ko'p deb sotib beryapti dekon akamiz. 20 ta sut beradi. Uchaskami, chekmi? Qanaqa nima oldi aka? Tushunmadim. Chek oldingizmi uchaska? Chek olinib qolibdi aka. Ana shuncha akalar sotilyapti ekan mollar. Yaxshilikka akalar, inshaalloh akalar, pullaring halol pullaring halol pok mol yaxshilikka sotilyapti. Akamiz katta o'g'liga chek olibdi. Shunga akalar sotyapti uyda boqayotgan mollarini. Mana buni 45 milliondan qaytishyapti. Tushinglar, 45 demanglar. 45 million kam bor deb kelsa savdo qilaveramiz. Ha, xullas akalar qaranglar. Bu ikki tomonga qaraydigan insonlar emas. Dangal. Oma akalar bitta gap aytaman. Mana shu mol chandirini bor-ku. Yaqinroqdan bitta olib beraman sizlar uchun. Bu chandir qaranglar. G'arab ketgan endi. Urmay turmang, xo'sh tur. Mana qaranglar bu idishda akalar. Boshi bilan oxiri yo'q ekan xolos akalar idishini. O'ta go'zal ekan idishlari. Tishlari o'ta zo'r. Mana bu ham akalar zakonni ekan. Yelinlari zakonni o'ta go'zal, chiroyli mol ekan. Xo'p, mana shu molda akalar arzon qo'ydirib berdim. Olam oldi, aniq arzon. O'zim bilib turibman arzonligini. Xo'p, mana bunisi akalar endi o'ziga qarab. Buni ishqibozi boshqa odam, nariginiki boshqa odam akalar. Buni ishqibozi akalar sutga ishlayman degan akalarimiz bor. 50 million, 60 millionga olishyapti. Bu mol akalar ham qaymoq, ham sut, ham bolani beradigan mol bo'ladi akalar. Xudo xolasa akalar olgan baraka topadi. Salomat bo'lasizlar. 45 million kami bor, nariginisi akalar 30 million xayri bor ekan. Telefon qilaverasizlar. 30 million yozing.